Biz ham nimaga qilolmaymiz degan savol ko'p qiynaladi. Ular qilyapti, nega biz qilolmaymiz? Vodiy stomatologiya. Endi vodiy deb aytyapman, chunki Farg'ona, Andijon, Namangan bular bir-birini ajratib bo'lmaydi. Ajratib bo'lmaydi, to'g'ri. Ha, masalan, gonorar talab qilsa bo'ladigan spikerlar. Menga mana shuncha berasan, keyin seminar o'tib beraman 2 soat davomida desa ham bo'lardi, lekin unaqa deyishmadi. Toshkent stomatologiyasi alohida dunyo, butun O'zbekiston stomatologiyasi alohida dunyoda. Nega unaqa bo'lishi kerak? Nega bunchalik separativni bo'lishi? 1 million so'mga kelib 2 soat gapirib, ertadan kechgacha o'sha biz bilan nima kamchilik deb yurgan spikerlarimiz ham bo'lgan. Bo'lardi o'sha kun o'sha. Bo'lgan, yoki ishlasa ham. Hattoki biz darajamizda ham bir kitob ochib o'qish niyati yo'q birortasini. Majburlab ham qidira olmaysiz o'sha ishida. Ko'p. Men bir narsa o'rgansa, просто yashirib qabrga olib ketmaydi. Kimgadir nimani o'rgatish ancha qiyinroq. O'rganishdan ko'ra uni aytib berish, tushuntirib berish ancha. Spikerlarimizga ham rahmat. Shu Vodiy Dental Diskussion klubida yo'q demagan. Hammasi xolis, ichkaridagi ishlayib turganlar xolis. Hamjamiyatimiz ularsiz bo'lmasin.